Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan birgalikda sirtni proyeksiyalovchi tekislik mavzusiga oid yana bir chizma chizish jarayonini ko'rib chiqamiz va birgalikda chizamiz. Bizga berilgan piramidamizni gorizontal holatda uni tekislik bilan proyeksiyalovchi tekislik bilan kesishgan holatda men hozir bu yerda piramidamizni diametrini chizdim. Endi uni qaralarini, ya'ni uch yonini hosil qilib olamiz. Diametrimiz 70. Aylanamizning diametri 70. Va bu chizmamiz bizada proyeksiyalovchi tekislik mavzusiga oid bo'lib 6-variant hisoblanadi. Diametrimiz bizada 70. Endi aylanani 3 bo'lakka bo'lishni jarayonini boshlaymiz. Sirkulimizni olamiz. Aylanamizni 3 qismi bu qismda, 2 yoni yuqori qismida. Shuning uchun aylanani mana bu qismiga sirkulimizni qo'yamiz va markazgacha masofa ochamiz va 2 yonga aylanamiz. Mana shu holatda aylanalarimiz bilan hosil qilgan chiziqlar kesishdi va bularni belgilab olamiz. Va pastki qismida mana bu masofa markazgacha bo'lgan masofa chizildi. Ayrim holatlarda men sizlarga tushunarli bo'lishi uchun chiziq holati chizaman. Shunchaki ikki aylanani chetini belgilab olsanglar ham bo'ladi. Chiziq turini ko'paytirmaslik uchun, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun men chiziq turida qoldirdim. Endi bu 3 ta aylanani birlashtirib, ya'ni hosil qilgan nuqtalarimizni birlashtirib, uchburchak shaklini hosil qilamiz. Bu qismni ham hosil qilib oldik. Endi biz sizlar bilan yuqori frontal tekisligini qurib olamiz. Ikki nuqtamizdan x o'qimizga nisbatan perpendikulyar chiziq olib chiqamiz. Va bundan ham olib chiqdik. Endi mana shu qismdan yuqoriga 70, ya'ni 7 sm o'lchaymiz. Belgiladik va birlashtiramiz. Bu qismini ham, chunki bu qirra bizga ko'rinib turibdi, piramidani bu qirrasi, shuning uchun bu qismimizda qalin chiziq holatida, asosiy yo'g'on chiziq bo'ldi chiziladi. Endi geometrik shaklimizni biz qaralarini hosil qilamiz. Markazga olib kelinadi 3 ta nuqtamiz qarasi. Qarasini hosil qilyapman. Yuqoridan ko'rayotgandek piramidamiz hosil bo'ldi. Endi biz buni proyeksiyalovchi kesgan chizig'ini hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana bu chizig'imizni pastga 2 sm o'lchaymiz.
va shu qismga to'g'ri chiqsin. Bu qismda biz 30 gradus hosil qilishimiz kerak va kesishgan nuqta hosil qilib, proyeksiyalovchi chizig'imizni hosil qilib olishimiz kerak. Buning uchun mana bu qismga qo'yamiz. Transporterimizni markazini mana bu qismga qo'ydik va bu yoqda 30 belgilab qoldik. Va shu 30 ni hosil qilgan bu qismdagi qizil belgilangan nuqtamiz bilan birlashtiramiz. Mana shu holatda. Qism oldida 30 ham yozib ketamiz. Gradus yozildi. Va bu birlashtirganimiz piramidamizni shu qismini kesib o'tdi va mana shu qismimizda geometrik shaklimizni kesuvchi chiziq hisoblanadi. Sizlar bilan birgalikda mana berilish holatigacha chizib oldik. Endi chizmamizni davom ettiramiz. Mana shu chizig'imizni kesib o'tdi piramidamiz asos qismini va bir nuqtani hosil qilib gorizontal tekislikda. Mana bu qismda qarani kesdi bu. Va 2 bir nuqtani hosil qildi. Bu qismda yana asos kesdi. 3 bir nuqtamizni hosil qilib berdi. Endi bu nuqtalarimizni frontal tekislikka ko'chirib olib o'tamiz. Balandligini yozib qo'ydim. Geometrik shaklimizni savolda tug'ilmasligi uchun endi nuqtalarimizni yuqoriga olib chiqamiz. Ya'ni x o'rniga nisbatan perpendikulyar holatda. Birinchi nuqtamiz. Ikkinchi nuqtamizni bu yoqqa olib chiqolmaymiz, chunki bu x holatda turgani uchun qaysi qismda joylashganini bilolmaymiz biz. Birinchi nuqtamiz asosda joylashib turibdi, qirrada emas. Shuning uchun buni belgilab olamiz. 1-2 nuqtamiz. Endi 1-2 nuqtamiz. Endi ikkinchi nuqtani olib chiqolmagan sababli uchinchi nuqtani olamiz. Uchinchi nuqtamiz ham asosda joylashib turibdi. Endi biz ikkinchi nuqtamizni topish uchun profil tekislikka geometrik shaklimizni chizishimiz kerak va u yoqdan topilgan holatdagina bu yoq frontal tekisligimizga olib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Shu chizig'imizni davom ettiramiz pastgacha. Y va mana bu qismni biz markaz sifatida nuqtadan foydalanamiz va markaz belgisini qo'yaman. Endi uzunligimizni, ya'ni profil tekislikka olib chizishimiz kerak bo'lgan uzunlikni hosil qilib oldik. Sirkulimizni olamiz. Hosil qilgan markazimizga qo'yamiz va mana bu nuqtaga va chizib oldik. Endi markazni ham ko'chirib o'tamiz. Aynan mana shu chiziqdan
va pastki chiziqni ham. Ya'ni bu bizga uzunligimizni hosil qilib beradi. Mana chizib oldik. Endi mana bu S, ya'ni uch qismini S1 shtriximiz, bu bizda S2 shtrix va mana bu qismda S3 ni topishimiz kerak. Buning uchun mana shu chiziqni yuqoriga davom ettiraman va bundan chizilgan chiziq bilan kesishib S3 nuqtamiz profil tekislikda hosil bo'ladi. Uchiramiz va mana shu qismimizda S3 nuqta hisoblanadi. Bu bizda frontal tekislik va bu qismda gorizontal. Endi pastki asoslari bilan birlashtiramiz. Bize hosil qilgan nuqtalarimizni bu qismga endi ko'chirib o'tamiz. Buning uchun birinchi nuqtamizni mana shu Y chiziqgacha olib boramiz. Mana olib keldik. Endi aylantirib chizib olamiz. Endi birinchi nuqtamiz bu qismdan bordi va 1-2 nuqtamiz mana shu chiziqda. Bular o'zaro kesishdi va belgilab qo'yamiz. 1-3 shtrix. Mana bu qirramiz bizlar qirra bo'lgani uchun asosiy yo'g'on chiziq turida foydalanamiz. Endi xuddi shu holatda ikkinchi nuqtani topib olamiz. Ikkinchi nuqtadan ham to'g'ri chiziq chizamiz Y chizig'imizgacha, ya'ni chizib oldik. Markazga qo'ydik sirkulimizni va ikkinchi nuqtadan chizgan chizig'imizni to'g'ri bir aynan holatda chizib ko'chirib o'tamiz. Endi ko'rib turganingizdek, mana bu qirrada bizning ikkinchi nuqtamiz joylangan. Bu aylanganda bu qirraga o'zgaradi. Mana bu qirramiz bizga chap tomonda mana bu qirra holatda ko'rinib turadi. Demak, biz hozir olib kelgan aylanamizni chiziqni shu chiziqgacha perpendikulyar holatda davom ettiramiz. Va mana shu qismda bizda 2-3 shtriximiz profil tekislikda hosil bo'ladi. Endi shu 2-3 shtriximizni bu qismga ham olib kelamiz. Shunchaki chiziqdan, shunchaki hosil qilgan nuqtamizdan X o'qiga nisbatan parallel chiziq chizsak yetadi. Endi biz profil tekislikka 3-nuqtamizni ham olib chiqamiz. 3-nuqtamizdan ham chiziq chizib olamiz. Uchu bir nuqtamiz, 3-2 nuqtamiz bular birlashib mana shu qismda chiziqlar kesishadi. 3 nuqtamiz. Endi chiziqlarimizni birlashtiramiz. Ya'ni frontaldan boshlaymiz.
bu chiziqda kesib tashlagan uchun mana bu qismdagi qirra ingichka chiziq holatiga o'tadi. Ya'ni qirra ko'rinmayapti. Bu qismda orqa tomoni o'zida mavjud. Hozir ingichkani chizib qo'yamiz. Chunki bu qismdagi qirra kesilib ketdi. Endi profil tekstini ham birlashtirib olamiz. Profil tekstlikda ham birlashtirib oldik. 3 ta tekstlikda biza kesilgan geometrik shaklimizni qanaqa holatda kesilgan yuzasi hosil bo'lishini chizib oldik va tasavvurga ega bo'ldik. Endi chizmamizni kesilgan yuzasini o'zini haqiqiy kattaligini shu qismga chizib olamiz. Gorizontal tekstlikda hosil qilingan 3 ta nuqtamizni x o'qimizgacha aylana holatida chizib olamiz. Buning uchun 1-2 nuqtamizdan markaz sifatida foydalanamiz. Uchta nuqtamizni topib oldik. Bir nuqtamiz va 1-2 nuqtamiz shu chiziqni o'zini birlashadi. 1-2 1 shtrix. Keyin esa bizada ikkinchi nuqtamiz. Ikkinchi nuqtamizdan ikkinchi aylanib kelgan aylanamizdan yuqoriga to'g'ri chizamiz. Chiziqlar o'zaro kesishdi va mana shu qismda nuqta hosil bo'ldi. 2 1 shtriximiz. Va 3-nuqtamizdan ham aylanib chizib oldik va 3-nuqtamiz ham shu qismga kelib birlashdi. 2 1 shtrix. Hosil bo'lgan nuqtalarimizni birlashtirib olamiz. Bugungi chizmamiz sirtma proyeksiyalovchi tekstlik bilan kesishuvi. Ya'ni bu kesishuv qismi bizda gorizontal tekstlikda berilgan ekan. Piramida shaklimizga shu holatda kesishuv chizig'ini hosil qilib oldik va nuqtalarni belgilab frontal tekstlikda uni ham topib oldik. Gorizontal va frontalda topib olingan nuqtalarimizni yordamida profil tekstlikda ham kesilgan yuza qanday holatda topilishini, ko'rinishini ya'ni aniqlab oldik va 4-bu bu qismdagi chizmamiz kesilgan yuzani o'zini haqiqiy kattaligi qanday holatdaligini biza aniqlab oldik. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa xursandman. Barchangizga rahmat. Xayr salomat bo'ling.